Alfa passivkasi. Alfa har safar skill ishlatganda beta hujum qilish uchun chaqiriladi. Agar raqib beta tomonidan 2 marta urilsa, o'sha raqibda belgi paydo bo'ladi. Bu holatda alfa tomonidan berilgan har bir uronga qo'shimcha ravishda beta ham chisti uron bera boshlaydi hamda raqib qisqa muddatga kuchli zametleniya ta'siriga tushadi. Birinchi skill. Alfa belgilangan yo'nalishda energiya to'lqinini chiqaradi va yo'lidagi dushmanlarga fizически uron yetkazib, ularni 1 soniya davomida 40% ga sekinlashtiradi. Shundan so'ng beta xuddi shu yo'l bo'ylab dushmanlarga o'q uzadi va ularga chisti uron beradi. Ikkinchi skill. Alfa belgilangan yilpig'ichsimon hududdagi dushmanlarga fizически uron yetkazadi hamda urilgan har bir dushman uchun o'z HPsini ma'lum miqdorda tiklaydi. Shundan so'ng beta xuddi shu hududdagi dushmanlarga o'q uzadi hamda ularga chisti uron beradi. Ultimate. Beta belgilangan joyga sho'ng'iydi va urilgan dushmanlarga zarar yetkazib, ularni 1 soniya stanga tushiradi. Shundan so'ng alfa xuddi shu hududga sakraydi, yo'lidagi dushmanlarni havoga ko'tarib, ularni yerga kuch bilan uradi. Piz uron beradi va raqiblarni 1,5 soniyaga 40% ga sekinlashtiradi. Keyin beta xuddi shu hududdagi dushmanlarga 5 marta o'q uzadi. Har bir zarbasi chisti uron beradi. Alfa skillarining perizaryadka vaqti qisqa, bu esa kombinatsiyalarni tez va oson bajarish imkonini beradi. Ikkinchi skilli jon to'ldirishni ta'minlaydi. Passiv sekinlashtirish effekti va yuqori chisti uron mavjud. O'yinning barcha bosqichlarida tank killer hisoblanadi, biroq u kontrollarga juda zaif, mobilnosti past. Passivkasi sabab jangda asosan skilllarga tayanadi. Shu bois ma'nani tez sarflab yuboradi, balki shuning uchun turnirlarda uncha-munchaga pik qilinmaydi.